Ona siz ham zerik olsa, xolamnikiga 2 kun 3 kunga olib borib tashlaymikin? Voy bolam, o'zi bir hafta bo'ldi qolaynikidan kelganimga. Hadeb qolayniki boraverishga men ham uyalaman. Nimasidan uyalasiz? Xolam ham o'zi zerikib o'tiribdi. Siz borsiz xursand bo'lib ketadi. Endi siz ketsangiz, keliningiz ham ozgina dam olardi-da. Ertalabdan kechgacha ishlasa, kelib sizga qarasa, u ham charchab qoladi ona. Ma'lum bolam, qolang bilan gaplashib ko'ring, nima deydi. Kechaga aytganimni o'ylab ko'rdingizmi? Shunda jonimga tegib ketdilar. Ertalabdan turib oladilar, azonlabdan. Ishni buyurarlarmi, timirskilanib yuraveradilar. Akangiz kelganmi, ukangiz kelganmi olib borib tashlang. Kechki payt akam bilan ukamni chaqirib qo'yganman, bir narsa qilamiz. Sizlarni shunga chaqiruvdim. Aka, olib ketsiz, olib keting, jonimga tegdilar. Nima deyapsan? O'zi yaqinda menikidan keldilar, sanikiga. Yana men olib ketaman. Nilaka, nimaga biz olib ketishimiz kerak? Bizdan boshqa odam yo'qmi? Ana Sardor borlar yo'q. Qachondan beri olib ketmaganlar? Qarasizlar bular ham onalariga. Lekin nima deyapsiz? Men o'zim zo'rg'a boqsam, onamni qanaqa qilib boqaman? Menga qara, okalar aytganda hop deganda olib ketgan. Ro'zg'oringga o'zimiz yordam beramiz senga. Sizlarni bilaman, uning saparan xotib olib ketdim. Bittanglar xabar olgan kelmadinglar-ku, ikkilovinglar yo'q bo'lib ketdinglar. Qariganimda bolalarimga ham yuk bo'ldim. Qariyalar uyda tursam, bolalarim ham xursand bo'lsa kerak. Ko'rdim shu onda tiriklay soldim, onamning sochida oqlarini ko'rib. Qo'llarida hassa. Assalomu alaykum onaxon, nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz? Kim sizni xafa qildi? Bolam, qariyalar uyiga ketyapman. Oxirgi marta uyimni ko'rib olay deb uyimni tagida o'tiribman. Yana qachon bu uylarimni ko'rarkinman bolam? Qariyalar uyida nima qilasiz? Hech kimingiz yo'qmi? Uchta o'g'lim bor bolam. Qariganingdan keyin bolalaringga ham kerak bo'lmay qolarkansiz. Ona xohlasangiz men uyimga olib ketaman. Men o'zim bolalar uyida katta bo'lganman. Onam bo'lishini bir umr orzu qilganman. Mendagi o'g'lingiz bo'lsa nima deysiz? Yuborgan